undan ham zo'r kelganini aytaman men sizga, eng ma'qul bo'lgani. Masalan, birinchi chislada to'lov qilishingiz kerak, to'g'rimi? Birinchi ham endi bandalik, har xil vaziyat bo'lib qoladi, to'y bor, kasalchilik bor. Birida uspet qila olmadingiz-ku, to'lov qila olmadingiz. Ikkisida, 5ida, 10ida, 15gacha to'lov qilsangiz bo'lar ekan. Ana shu joyi menga ma'qul keldi, ana shu. Bemelarsiz akalar. Shunaqa. Jarima ham yo'q. 15 kungacha bemalol kechiktirib, endi kechiktiribman, shunday vaziyat shunaqa bo'lib qolganda 15 kungacha sizda bor ekanda, yengillik qilib qo'yishgan ekan, o'shanisi menga ma'qul keldi. Rahmat. Mana bugun bizlar Baxtiyor akamiz avtosalonimizga avtomobil qarab qo'ydilar. Aka, bizning avtosalonimiz haqida fikringizni bilib o'tsanglar. Men bitta narsa aytaman sizlarga, bu reklama emas. To'g'risi boshida ishonmadim, chaqirib olish uchun bu yolg'on bo'lsa kerak deb o'yladim. Lekin meni kuzatib boradigan o'zimga yarasha Instagramda muxlislarim ham bor-da, biladi. Oqda oq, qorani qora, to'g'risini gapirib boraman Instagramda hamda. Bitta qo'ng'iroq qildim, ishim bitdi, keldim, mana 2 soat vaqt ketdi yo'q. Eng yana bundan ham quvonarlisi, aka dedi, bizda bonus ketyapti. Chexollarimiz, qolaversa kalpaklar, podnomerlar, yana video registratorlar, shunaqa aytishadi, borgandan keyin berishmay desam, yo'q. Rost ekan, mana aka, hammasini mashinaga solib qo'yishibdi bolalar, hammasini joy-joyiga qilib solib qo'yishgan ekan. Keldim, oldim, to'lovlarni ham o'sha aytganlaridek qilib to'lovni qildim. Hammasi uchun sizlarga katta rahmat. Xudo xolasa mijoz bo'lamiz qolgan mashinalaringizni ham kelib, bundan-da yaxshiroqlariga xudo xolasa harakat qilamiz. Yaxshilikni o'zimga shu narsani yaxshi ekanini bildimmi, xalqimizga ham shu narsani yaxshi ekanini tavsiya qilib qo'yish maqsadida aytib qo'yapman. Kelingizlar, mana bu bonuslarni keyingi egalari sizlar bo'lishingiz mumkin. Sizlar bo'lishingizni tilakdoshiman men shu narsani. Rahmat sizlarga kattadan katta hammasi uchun. Rahmat, ishlaringizni rivojini bersin. Xudo xolasa mijozlaringiz bundan ham ko'p bo'lsin, xudo xolasa. Yaxshi kunlarda ko'p bo'lib qoladi. Rahmat sizlarga.